24. savol. Ixlos qilishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tüvendi dehtanlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam asoslari babida 24. savol. Ixlos qilishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar degan savolining javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. 24. savol. La ilaha illallohning shartlaridan ixlos qilishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar? Javob: Allah subhanahu va taala bu vaqtda Sura Zumar 3-oyatining bir qismida shunday deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ala lillahi'd-dinul xolis. Tercümesi: Bilinglarki, şirkten ve riyadan sap din Allah'a xasdır. Sura Zumar 2-oyatining bir qismida Allah subhanahu va taala shunday deydi. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Tercümesi: Diningni şirkten ve riyadan sap qilganing holda Allah'a ibadet qilgin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi. Kishilar orasida mening shafaatimga erishib eng baxtli bo'lgan kishi La ilaha illalloh. Tercümesi: Allah'tan başka ibadetga loyiq hech ma'bud barhaq yo'q degan kalimani chin qalbidan ixlos bilan aytgan kishidir. Buxoriy rivoyat qilgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani mundaq deydi. Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illalloh. Tercümesi: Allah'tan başka ibadetga loyiq hech qandaq ma'bud barhaq yo'q degan kalimani faqat Allah rizoligi uchun aytgan kishiga do'zaxni harom qiladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol javobidan 24. savol. Ixlos qilishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar degan savolning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.